Bolani mustaqillikka o'rgatish qanday bo'ladi? Bolani mustaqillikka o'rgatish bu uning rivojlanishidagi muhim bosqich bo'lib, bu unga o'ziga ishongan va mas'uliyatli inson bo'lishga yordam beradi. Keling, bu jarayonda sizga yordam beradigan bir nechta bosqichlarni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, bola mustaqil bajara oladigan oddiy vazifalardan boshlang va ularning murakkabligini asta-sekin oshirib boring. Misol uchun, undan o'yinchoqlarni qo'yishini so'rang, keyin dasturxonni o'rnatishga yordam bering va keyinroq oz nonushtasini tayyorlang. Ikkinchidan, vazifani bajarish uchun har bir muvaffaqiyatli urinish uchun bolangizni maqtang. Bu unga o'zini muvaffaqiyatli his qilishga yordam beradi va uni yanada rivojlantirishga undaydi. Uchinchidan, uy ishlari uchun vaqtni o'z ichiga olgan aniq kun tartibini belgilang. Bu bolani mas'uliyat va tartib-intizomga o'rganishga yordam beradi. To'rtinchidan, bolalar ko'pincha kattalarning xatti-harakatlarini qochirishadi. Ularga qanday qilib to'g'ri vazifalarni bajarishni ko'rsating va ular sizga taqlid qilishga intilishadi. Beshinchidan, bolangizni o'z g'oyalari va yechimlarini taklif qilishga rag'batlantiring. Oltinchidan, bolaga o'z xatolaridan o'rganishga imkon bering. Xatolar o'rganish jarayonining bir qismi ekanini tushuntiring va ularni tuzatish yo'llarini topishda yordam bering. Yettinchidan, uy tozalash yoki ovqat tayyorlash kabi umumiy vazifalarni birga bajaring. Bu oilaviy rishtalarni mustahkamlaydi va bolani hamkorlikka o'rgatadi.